Assalomu alaykum deymiz aziz do'stlar. Sog'liq borasidagi podkastimizni boshladik. Kortizol bu gormon bo'lib, uning ta'siri ostida tanamiz stressli ekologik omillarga, shuningdek jarohatlar va zarba sharoitlariga moslashadi. Savollaringiz bo'lsa, bizning WhatsApp raqamlarimiz +1 301 760 60 70 aziz do'stlar. Va bugungi bizning dasturimizning mavzusi esa kortizol gormoni bu nimaga ta'sir qiladi va uni normal chegaralarda qanday saqlash kerak deb ataladi. Biz sizlar bilan aziz do'stlar o'tgan gal kortizol to'g'risida gap ochib qolgan edik va o'ylaymanki ayollarimizga, nafaqat ayollarga, balki erkaklarimizga ham qiziq bo'ladi, chunki kortizolni ko'proq diabet bilan adashtirishadi. Birinchidan kortizolga nima olib keladi aziz do'stlar? Bu ortiqcha vazn, ikkinchidan stress va depressiya va albatta bu bizdagi bo'lgan bo'qoq, to'rtinchisi bu albatta bizning organizmimiz infeksiyalarga qanday turadi, ya'ni immunodefitsit va albatta oxirgisi bu yangi bo'lgan aytaylikki shishlar paydo bo'lishiga olib keladi. Kortizolni qanday qilib biz normal holatda ushlab qolishimiz mumkin deganda aziz do'stlar, birinchi o'rinda biz shuni tushunishimiz kerakki, bizning psixikamiz stresslarga qanday mustahkamligi boradi. Albatta bu yerda aytib o'tmoqchimanki, kortizol to'g'risida aynan pandemiyadan keyin olib borishni boshlashgan. Nimaga desangiz, chunki hamma pandemiya vaqtida uyda, to'g'rimi, hech qayerga chiqish mumkin emas, hamma joy yopiq va odamlar to'rt devorning ichida qolib qolishgan. Kim hovlida bo'lgan bo'lsa, shaxsiy uylarda bu albatta eng yaxshi bo'lgan, lekin mana shu ko'p qavatli uylarda yashayotganlarga esa juda ham qiyin bo'lgan. Va bu yerda ko'p holatlarda, ayniqsa pandemiyadan keyin agar statistikani qaraydigan bo'lsangiz, depressiya degan, stress degan narsa juda ham yuqori bo'lib ketgan aziz do'stlar. Juda ko'pchilik borada psixologlar ham maslahat berib o'tgan, qanday qilib umuman psixologik jihatdan mental sog'liq borasida qanday qilib to'g'rilasa bo'ladi degan. Birinchidan albatta aziz do'stlar, stress vaziyatlarini qochishga harakat qilish kerak, lekin agar yo'q, bunday imkoniyat ham yo'q, iloji ham yo'q desangiz, demak ko'proq dam olishga, massajlarni, albatta tabiiy holatga massajlarga borish va tabiiy holga albatta aziz do'stlar uyquni. Bu yerda uyqu 7-8 soatni taxminan olish kerak bo'ladi. Ikkinchidan albatta biz nima ovqatlanamiz, o'zingizning ratsioningizni qarab chiqing. Shunday mahsulotlar bilan ovqat iste'mol qilishingiz kerakki, u sizni kortizolingizni pasaytirish uchun. Bu shunday ovqatlardan borki, u yerda bo'lish kerakki polinifol. Aytaylikki, masalan, ko'k choy, banan, qora shokolad bo'lishi mumkin va albatta shakarni birozgina kamroq qilish kerak bo'ladi. Va yana bir bor aziz do'stlar, suv. Bir sutkada inson umuman olib qaraganda 1,5-2 litr suv iste'mol qilishi kerak azizlar. Bu yerga choy, qahva, sok va hokazo degan narsalar kirmaydi, faqatgina suv. Shuning uchun ham aziz do'stlar, bu yerda aytmoqchimizki, biz kortizolni tan olamizmi yoki yo'qmi, bu bor narsalardan biri. Yana kortizol umuman olib qaraganda aziz do'stlar, bilasizmi, ortiqcha vaznga ham ta'sir qiladi. Qanday deysizmi? Kortizol juda ko'p bizning funksiyalarimizga, qondagiga, aytaylikki qon bosimga, immun sistemamizga, bizning almashuv mana shu nimalarga juda ham ta'sirini o'tkazib keladi. Biz qanday qilib umuman olib qaraganda stressga siz o'zingizda qanday tutasiz aziz do'stlar? Umuman olib qaraganda qon bosimingiz qanday? Yoki aytaylikki sizning hattoki aytaylikki xotirangiz yomonlashi mumkin va hokazo narsalarga. Va kortizol yana shunga ta'sir qiladiki, uyquga aziz do'stlar.
qanday qilib bilsak bo'ladi deysizmi? Biz yuqorida aytdik qanday qilib bu narsa ta'sir qiladi. Uning kamchiligi nima yetmasa aziz do'stlar, birinchidan siz charchoqli bo'lasiz, qandaydir kuchsiz bo'lasiz, qon bosimingiz past bo'ladi doimiy ravishda, yoki aytaylikki vazn yo'qotish bo'lib qoladi, oshqozonda og'riqlar, qorinda og'riqlar paydo bo'ladi aziz do'stlar. Ko'pchilik narsalardan biz o'ylaymizki, qanday qilib davolasak bo'ladi yoki bu yerda hattoki kortizol qorni degan narsa paydo bo'lishi ham mumkin aziz do'stlar. Qorin paydo bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik buni albatta afsuski ortiqcha vaznga almashtirib qo'yishadi aziz do'stlar. Albatta bu yerda aytmoqchimanki, kortizolga agar siz uzoq vaqt davomida stress vaziyatda bo'ladigan bo'lsangiz, u ko'p narsalarga albatta o'zini ta'sirini o'tkazib qo'yadi, bizning xotiramiz va hokazo. Qanday qilib umuman kortizolga tekshirilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda biz o'zimizning bor sistemamizni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchidan, glyukokortin bilan davolanish yoki aytaylikki ortiqcha vazn yoki ortiqcha aytaylikki shishlar paydo bo'lishi mumkin. Yoki shunday ham bo'ladiki, inson o'ta harakatchan bo'ladi-yu, lekin harakat qilayotgan vaqtda ham charchoqni his qilib keladi. Oddiy qilib qaraganda aziz do'stlar, kortizolning normasi bu ertalab 180-264 bo'lishi mumkin, kechqurun esa 260. Umuman olib qaraganda kortizolning yana yuqoriligi bu yerda Itsenko-Kushin degan kasallik mavjud. Ya'ni bu yerda bu ortiqcha vazn degan, gipotireoz degan narsalar mavjud bo'ladi. Yana agar kortizolning pasayishi bo'lsa, bu Edison kasalligi bo'lishi ham mumkin ekan aziz do'stlar. Shuning uchun ham agar siz aytaylikki o'zingizda qandaydir boshqacha bir his qilayotgan bo'lsangiz yoki aytaylikki o'zingizni yomon his qilayotgan bo'lsangiz, shifoxonaga borib, albatta tibbiy ko'rikdan o'tganingiz yaxshidir. Masalan, sizda qon oladi. Qonda, siydigida bo'lishi mumkin, hattoki tupurgida ham tekshiriladi aziz do'stlar. Lekin kortizolda agar ovqatlanadigan bo'lsa, ovqatlanish mumkin emas aziz do'stlar. Tinch bo'lishingiz kerak birinchi o'rinda. Va bu narsa albatta eng yaxshi narsalardan biri bo'lib qoladi. Lekin biz aytamizki, qanday qilib biz disbalansni saqlab qolishimiz mumkin deb. Umuman olib qaraganda, agar ko'pchilik holatlarda yuqori bo'lsa, kortizol bu bizni depressiya, uyqusizlikka, xavotirlikka, tez qarishga olib keladi va hattoki xronik kasalliklarga ham olib kelib qo'yadi. Ya'ni bu diabet, qon tomir kasalligiga, osteoporoz va hattoki Alsgeymer kasalligiga ham olib kelishi mumkin aziz do'stlar. Yana shuni aytadiki, kortizol yuzi deb aytadi. Bu albatta oyga o'xshab qoladi yuzingiz va mana shuni kortizol, ya'ni sizda ortiqcha kortizol mavjudligini aytadi. Ha, aziz do'stlar, buni tekshirish o'ta oson, shifokor faqatgina sizga aytishi mumkin. Biz yuqorida aytgandek ham stress holatlarida, vaziyatlardan kamroq bo'lishi, agar iloji yo'q bo'lsa, demak shunga ovqatlanishingiz kerakki, sizning kortizolingizni bir balansda, bir qolipda ushlab turish kerak aziz do'stlar. Qondagi shakarni ham bir qolipda ushlab turish uchun. Aziz do'stlar, bir narsani aytib o'tmoqchimizki, bu faqatgina biz shifokor emasmiz. Buni faqatgina shifokor aytishi mumkin sizga, qanday kortizolingiz, qand diabetimi yoki kortizolmi, yuqorimi, pastmi. Shuning uchun ham hozirgida 1 yilda 2 marta tibbiy ko'rikdan o'tish eng yaxshi usullardan biri deb o'ylaymiz. Biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz.